Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Keling, magazinimizga ekskursiya qilib beraman sizga. Yuring. Magazinimizga kirgan zahotingiz shunaqa chiroyli xabar dvoykalarimizni ko'rasiz. Bular hammasi 2025-yilning eng oxirgi trendligi dvoykalari, benzollar, dvoykalar, yubочный dvoykalarni va ajoyib tanlab qo'yib qo'yganmiz. Mana sumkalarimiz, kreativ sumkalarimiz, konteynerimiz bor. Issiq kunlarimizda bemalol kelib, biz mehmonlarimizdan kutib olamiz. O'tirib, choy ichishadi, ko'llar qo'yib qo'yganmiz, mazza qilib o'tirib mehmon qilamiz va dildan suhbat qilamiz. Xabar ko'yinlarimiz, mana bu yerda вечерний ko'yinlarimiz, allambalo вечерний ko'yinlarimiz, yangaligi, qudaligi, rosa ham chiroyli вечерний ko'yinlarimiz bor. Razmerlari ozgina qolgan, shuning uchun kam bo'lib turibdi. Toqqa chiqish uchun troykalar, koftalar, yubkalarimiz bor, kreativniy zo'r yubkalarimiz bor. Bu yerda chiroyli qilib luk tayyorlab qo'yganmiz. Tepadagi sumkalarimiz hammasi kreativniy, Sadia brendi uchun APIdan Turkiya dizaynlari tomonidan qilingan. Undan tashqari bizda ro'molli ayol qizlarimiz juda ham ko'p. Safarlarga ketishadi, keyin juda ham rashkchi erlari bor. Hamma yog'i yopib o'tirsin deyshadi. Shuning uchun ularga atab yangi uzun, juda ham chiroyli ko'ylaklarni olib kelib qo'yganmiz. Bularning hammasi 100% hib. Kirishmaydi, rangi chiqmaydi, eng asosiysi qomatingizni umuman bildirtirmaydi. Ikkinchi zonamizga kiramiz. Yosh katta onajonlarimiz uchun hib ko'ylaklar, shtablar, harirlar, koftalarimiz bor va hib tunika, yubka shimlarimiz ham shular kelib, maza qilib choyinglarni ichilib, garderobni joyimizga kirib, bemalol kiyib, o'zinglarni uyinglarda his qilishinglar uchun sharoit yaratib qo'yganmiz. Sadia magazini qanaqa ekan deb qiziqayotgan ayollarimiz uchun bu videolarni jo'natib qo'yinglar. Shuncha mehnatimizga like bosish esinglardan chiqmasin.